Yaxshimisilar do'stlar, men sizlarning aktyor do'stinglar Erpan Po'lat. Cho'kan mahsulotlari Oyip Otamning Kelin Tolishi nomli filmimizni ko'rishingizni qizg'in tavsiya qiladi. Apa? Sizlar? Men to'shtirib qo'yay. Bu yoq mening bo'g'isi ayolim Malika bo'ldi. Biz-chi to'y qilmoqchi bo'lyapmiz. Albatta sizlar ruxsat qilsanglar, apa? Sizlar o'zinglarni maskilimiz deb o'ylansizlar. İsmingiz neydi? Malika. Ha, Malika bilan. Bir-birimizni pek yaxshi ko'rmaymiz. Bunga nima degulik endi? Nimami deyalakda men? Bo'pti. Baxtli bo'linglar. Men razılık berdim. Hello, men Batirning muhabbi. Ey bala, hallo degan nim degan gap. Ma qizim bu salom saat qilishni bilamdi-ku, bilmamdi. Apa shu hallo degani shu salom qilgin tez. Necha yosh kirdingiz? 25. Bosh? Bosh emas, 5. Sorry. Ey, nima bunda chiqishdan kelyapsiz? Fashion. Ey, pasha degan nim degan gap. Bu paşa demedi bu muştaq modishdan degan gap bu. Voy jinim balam. Hey, sening ilk jitqishdanlaring hammasini jitirib ketdi deb yig'ishtirib o'tganman. Chiqirib biray, jitqishdan modi bo'lsa qaytadan kelgin-a? Ha. Burun ardish baqqanmi? Yo'q. Birisi bilan ardish baqmaganmi? Men sizga kelin bo'lay deb saqlab qo'ydim. Hey, nima ish qilib yurdingiz? Birisi bilan marlashmay. Sizning ko'zingiz ko'rmi yoki ularning ko'zi ko'rmi? Hey, siz men o'g'lim Batirning nemisini ko'zlayapsiz? Men ishimizni ko'zlamadim. Ma uyimiznimi yoki ma elimiznimi demoqchiman. Voy apa, naz yo'q gaplarni qilib kelsan. Bo'ldiqmi? Voy sen bo'ldiq jim o'tir. Qarzingiz bormi? Bor. Hayotdan qarzim bor demagandingiz-ku. Birdan-dil qarz olib qoldi mana. Ay qiz, bizning qarzimizni o'zimizga yetib oshidi. Sizning qarzingizni biz birga to'lashib bermaymiz. Apa, bu qarzimchi shu mushu oyda tugaydi. Kelak oydan boshlab bizning oyning qarzini to'lashib berdi emasmi? Bo'ldi. Bu gapni qilib qo'yib turaylik. Ha. Sizchi tamoq etalaysiz, qanday tamoqlarni etalaysiz? Albatta etalayman, hamburg bo'lsa pizza. Vallahi, ma qiz meni shu vaqt g'aribchi tamoq bilan baqirdiga o'xshamamdi. Yo'q, men deb mayda pishirgan to'g'ri qatorlarni qila olayman. Mayda pishirgan to'g'ridan. To'g'ri pishira olayman dasini. Voy, chechingizni sap serib qo'yib, parlik baqqan to'g'ridan. Voy, o'zingiz etalaydigan tamoqlarni siz dedingiz deb baqdim, g'arib tamoqni tomoqqa. Og'zingizni yuming. Meni yoqtirmasangiz mayli, lekin parlikda baqqan to'g'ri deganingiz nima? Og'zingizni yuming. Men bir takrorlashman. Modni bilmaydi ekansiz. Og'zingizni yuming. Gap qilmaysiz-ku. Voy, o'zingiz gap qilmang dedim. Og'zingizni yuming. Ay qiz. Jinim. Deganingiz-chi, men mening o'g'limga qarab qilmayman. Mening o'g'limning kayniga kirib olgan qiz vallar degan shundoq jiq. Sizchi shu kayniga kirib olgan qizlarning eng oxirgi uy yurti bu tizilsingiz bo'larmiki? Buni bilaman. Biroq o'g'lingiz-chi meni tanladi. Biz to'y qilamiz, ayrim uy turmisiz? Siz to'y qilib, ayrim uyda turmamsiz o'zingizning ishi. Lekin mening o'g'lim to'y qilsa, cho'qqin men bilan birga turib. Ha, bo'ldi. Bu gaplarni deyishmayli. Ha. Hech bo'lmasa siz choy damlashni bo'lsin bildi qolsiz? Albatta. Unda qilsa, qil ko'rib boqayli. Choyni tayyor qildim, ham qo'ysam bo'lamdi. Qo'ysingiz bo'ldi qizim. Ha, qani. Ha, jiddiylashmang, asta. Asta. Ha. Aldırma. Rahmat qizim, rahmat. Voy qizim, ko'zingizga sig'mayapti, nima Allah qo'ydingiz bu choyni? Bu qitim
Çayım azrak buyurun. Azrak oldu azrak. Vay canım kızım. Evde çay yok mu tıkına? Necep bir sistem laptı bunlar. Dostumla öyle var. En nasıl toşak turda. Çıkıp da demleydi gancıma kızım bu çayını. Ay, nereden bile? Rahmet kızım, rahmet. Kızım, bu çay nemde iliman çay. Böyle biraz gep ketmegen boğuydu. Koyup içip Şimdi çay degende bir kızdıqraq ve çıksaq andan bulmamdı balam. Çıraylı kız oldu yanına qiyğayışlar çıraylı bolgan balam. Çoğunluğu bende çaya gelgende hiç bo'lmagan bir peşten tatip balam. İşten saati bitmeydiğen yerlerini açmış tosam. Çayını bir yuxan vaqtimizda birisimizni qilib qo'ylar ekan. Endi birisimizni suzulab qoldi. Ne içken çay, bir soğuk çay değil mi bir çay iken? Canım kızım, her bir adamnikiga o'xshash qo'ysiz, ha? Birisiga chiq, birisiga oz bu bas bo'lmaydi, ha? Çay qo'ygandim ama bu piyalning limidin aldırmay. Mayda aldırmay manda qo'ysa. Nazokat bilan chiroyli chiqadi. Köpüğünü çıkarıp etmeyi koyuz gerek var, ha? Vay bu, kaynanının aldığı kırpına yemek aslan mı? İyi, bek ters xanım. Bek inçki oldu da kaynapılar bek bir tolu iş görgen xanım bu. Dikkat etsin canım balamcıma, canım balam. Bu bir erkişten öğücür, na yemek degen bek ters canım balam. Biz korkuğa vakti da balam. Muş kız ballarını öyle ekürep, muş zırçigilem deyimiz ama gilemden töpüske dasını koyup çini jığızdı balam. Aş bir temim su çıp kelse, onunla herkes oyuna yemeyiz de. Hatta şu aşını balam, yiyip aşını koşlap aş yok. Şumuna aş öktülün aydak yaymısak o öyle bizim nay yok balam. Şundan Kız baldı gen dikkat kıldıgan, sağ kopuduğan, jigitten baldı, kaynanadan baldı okupap çayını demlep, boylunu sıpırıp su içip şundan. Çapal bolsa sağ kopsacı bak edim. Bu çay arkasını yarmaya kaptı. Bir alıştırıp koymasın mı? Alıştırmak. Ve balam yana avar kıldık ma, rahmet der hanım. Rahmet. Bu yer çay minik gelmez. Bayram Ya minik gelsin. Ya minik gelsin. Basını okşaydı. Mininki. Canım balam. Bu şunda kalayıp kalaştırıp ettiniz ben kızım. Almış kas bulmaydı. Bunu pek dikkat kılış gerek. Almış kası. Bu tazlık cihetinde bir kanım toplamış. Şundan bulmaydı. Hazırki ballar degenden asırtki kağız. Elki kutuluğa kostan saç çok üstümüzden malını kalçınızda. Sizi bizdek bu Çin'i kaçınan rahatını, lezzetini düşünün. Oldu derler ben açı. Vay oğlum sıktaysan buna fırsat mı yok çay koyduğun? Soyksa öyle durmaymış. Oğlum bile ayrı durarmış. Oğlumuzdan toyqanki ayrım turmuş şu biz. Bununki oğlumuz məbləd durdu. Hey! Asmandaki gazlı şortusundan çırap yağışlarsınız. Oğlum ben bile 30 yıl bir öyle yaşadı. Bunun denki ben bile mi yaşaydı? Siz böyle iş gün sörüp jürt koysa men bile turdu dep ketmez. Vay balınız çok param beni tanıma, beni anmaq çıke. Qeyrıgan geliniz qoynunuz tutula bitir, ana istiqarınız değil. Hem de beni kışıp qaytıb geledi. Oş da yaqımıza, ben yana kelime. Kuy muhtum aytqan. Aldığımı? Kuy aldığımı mı deyme? Ben yeni kelime davatıdı. Sıkı yana kededik ya. Boldu kısılcıma ama kız balmaya Kız oğlum qattiga kirmaymiz cuma. O balımdan ceni vay. Oğlumның cini vay emas, mening cinim vay. Cinim ikek salıdı deyme bu. Körünler, çay koyuşum şu karanlar dastıqınımni yönlü kılıp etti. Uccu vay. Oy kirin ammaq, şə ammaq der. Qandaqın qılışıp gittemiz bu cıldırmaqlığına.
Aka qo'saqochqa o'xshamamda. Mani bir yapaqa. Bu bir menga qo'saq qiyamtikka. Voy, buningga ko'nib qolamsa tehi. Ala, yetangizmi? Untiyanmaysiz. Mazg'ulga. Ha, qo'sqinzasa, chukam yanchma. Yangi Arlan ta'mir chukam botqi, yangidan bozorga selindi. Sizga yangi ta'mir taqildi. Vah. Chukamdan yana bormi? Oy, Ayşem kaçmıştı. Qarab qaldı, qaran gözlü baqırdı deb. Ama, dada, ben tanıştırıp koyayım. Bu yak benim boğusu ayalim güzel buludu. Biz çok toy qilmoqchi bo'lyapmiz. Albatta sizlar ruxsat qilsanglar, opa. Shunday qilinglar. Sizlar biz maskelimiz deb o'ylamsizlar? Ha? Sizin isminiz neydi? Güzel. Ha? Güzel. Ha, güzel. Güzel mi lan? Hı. Aldı öyle bu işini. Aldı bilen. Baxtli bo'linglar. Men ruxsat qildim. Demakchi bu? Ha. Chiqinglar, nerede tunishgan? Mening naqshkechiligimda. Voy, siz naqshmi aytamsiz? Ha. Siz nima jillar? Yılan. Kolu bilan yılan faqat bir-birsiga mos kelmaydi. Opa, Ha? men yo'l vasillab. Voy bolam, seni demedin o'zimni davatman. Men kolu yılan. Hay, mushu ilan yıllıqlarni uch dashtirin davomli boshqalar sanchib oldi deydi. Sizmi shundaqmi? Voy, adam biladigan bir tilda javob bering. Opa, güzelce bir san'atkor. Ha? Uning ovozi bulbuldek yiqimlab, naqshini xuddi naqsh cho'lponlaridek aytdi. Just one less rest degandekchi. Ha, siz artist. Ha, artist. Ha, andaqda kechilik klublar chiqib boramsiz? To'y qilib bo'lgandan keyinmi yana davomli kechilik klublarga boramsiz? Ey bolam, mana o kapitlardan elib sirtga chiqib do'stlaring deb o'ynab qara. Hamma. Ay kim tutayman? Ola, chiq elib qo'yga. Boshqalar bermay yerchimi? Ha, ana. Qolog'ingizni dim tutib anglang. Siz cho'lpon bo'lamsiz, artist bo'lamsiz. Buning men bilan hech qanday munosabati yo'q. Sizning kim bo'lishingiz uchun men uchun baribir. Siz to'y qilib, mushu uyga kirgandan keyin artistligingizni unutib ketding. Siz uy tutishingiz kerak, bola tug'ishingiz kerak, uy ishlarini qilishingiz kerak. Kechiring. Meni siz aldirishmadi mang'ashtiraya. To'xta. Voy, o'tir. Mening gapim taq tugmadi. Agar siz cho'qim artist bo'laman deb turvasangiz, qachlarni trak yursangiz, voylarni shit qispasangiz, axlatgan to'ksangiz, qirqaban qach yursangiz, men shularni uchun yürüp sınavlığı elip to'g'ri taqdi versin. Siz artistligingizni uyda turib tamomlagan bo'lsangiz. Mayli. Oy. Yaxshi. Bu yerlarimiz menga yardi. Naq gapga kelsak, mening sizga tayyorlab qo'ygan savol javoblarim bor. Javob beramsiz? Bo'ldi. Aqlamsiz. Tayyorligimiz bitdimi? Bitti. Sual başlandı. Birinci sual. Kelin kaç klublardan saat nechida qaytib kelish kerak? A. 10'da. B. 12'den burun. C. 4'ten 45 o'tganda.
D. 11'de. Albatta soat 10'da. Nerede keşke olup gene o? Unutup gitti. Keyingisi cümle toluqlaş suali. Aldığınki cümlesini men deymen, keyingi cümlesini siz toluqlaysınız. Kız söygünü üçün yasınar. A. Jigit köygünü üçün can verer. B. Jigit söygünü üçün can verer. C. Jigit apis üçün can verer. Yigit apisi uchun jon beradi. Oy, nimanda kaldınız? Yaraysız. 3. sual. Kelin ettigen saat neçin orundan turuş gerek? A. 10'da. B. Saat 7'de. C. 4'ten 45 ötkende. Yordam so'rash huquqimni ishlatishni talab qilsam bo'lamdi? Boludu. Telefoningizni berib turing. Kimga telefonsiz? Do'stim yaqinda to'y qilgan bu savolning javobini u cho'qim berdi. Boludu. Qani. Voy Zuhra, Qaysi Zuhra? Kim izlaysiz? Zuhrani izlayaptim. O ish qilyotidi. Aldirash. Kelar hafta telefon qiling, ha? Ha? Undaq bo'lsa, sizning javobingiz nima ekan? Sizdan yordam talab qilish huquqimni ishlatsam bo'lamdi. Boludu. Andaq bo'lsa, men 4dan 2ni qisqartib beray. 10 bilan 4dan 45dan 1ni sol. 4dan 45? Voy! Siz bek yomonkansiz juma. Qani, davomlashtiraylik. Kelin qanday ishlarni qilish kerak? A. Tamoq etish. B. Qoch yuyish. C. Kir yuyish. D. Bola beqish. Yaxshi kelin bo'shlarning hammasini bilish kerak. Qaltis. Yaraysiz. Davomlashtiraylik. Kelin nechta uxlash kerak? A. 10-11larda. B. 3dan keyin. C. 4dan 45da. 4dan 45da? Yaraysiz. Men sizni yoqtirib qo'yapman. Endi eng oxirgi savol. Kelin qaynotasi bilan bir uyda turishi kerak. Qaylish javoblar bormidi? Bor. A. Tushunmadim. B. Qaynotam bilan turishim kerak. C. Albatta uy cho'ng bo'lsa birga tursak bo'ladi. D. Qochmas. Bu savolning to'g'ri javobi qaynotam qaynonam bilan birga turman. Yaxshi. Lekin men dini tanlayman. Qochmas. Qochdi.